Ana bismillah o'rtoqlar, xudo xolasa ko'ringlar. Mana arzon Xitoy labo tarafga keldik. Mana ana shu obzor qilib ketaveramiz. Bitta qism yo ikkita qism farqi yo'q, ketaveramiz. Faqat bitta like, obuna bosib tursanglar bo'ldi. Boshlaymiz o'rtoqlar. Mana bu yerda kesib tayyorlangan changam bor ekan o'rtoqlar. Mana yili 2007-yilgi passajirda shunday bortni qilib tayyorlangan. Bu aka Tentga ruxsati ham bor aka. ishlab yurib turganmi yo yaqinda tayyor bo'lganmi aka? Yo'q, ishlab turgan. Ishlab turgan deyaptilar. Nechtali motorligini bilmaysiz-a? Yo'q, tushunmadim. Bu sherigimniki hozir ketuvdilar, o'shanga to'liq bilmayman deyishdi. Shunga boricha endi obzor qilib ketamiz. Ko'ringlar, balonlari ham yaxshi ekan. Xudo xolasa. Qani, mana salonlar linonimlari bor, sidinalar, obshivkalar. Salonlarda unaqa rasxoti yo'q ekan o'rtoqlar. Yuk mashina. Necha metr desam, hozir primerni o'lchadik, 2.30 ga 2.40 bo'lsa kerak aka deb taxmin qilishdi, lekin bortlarda ham chiroyli qilib tayyorlangan. Konteyner listdan baquvvat qilingan, a. 3 tarafga ochilar ekan, qizig'i. Tentga ruxsati bor. Mana bu moslamalar nimaniki aka bular? Tentki-dachi. O'sha tentnikimi? Xo'p. Gazi nechta ekan endi buni? 80 ta yo 190 ta shunaqa atrofida. Xo'p, farkoblari ham bor ekan o'rtoqlar. Araves bo'lsa tortaveradi aka. Chiroyli qilib tayyorlangan ekan. Xudo xolasa 1.5 tonna olaveradi, ha? Oladi. Qani, orqa balon holatlar, ramalarni ko'rib turibsizlar. Endi zavodskiy yangisigacha pul yetmayapti deganlarga qulayda, olib ishingizni qilaverasiz xudo xolasa aka. Nech pul ekan aka endi? Sherik nech pul deb ketishdi xudo xolasa? Oxirini aytdilarmi? Oxirini aytganingiz yaxshi, chunki internet shunga qarab telefon qiladi aka. Mo'ljalga yaqin qilaveringchi. $3400 mi, 34 million so'mmi? 3400 dollarga beraveramiz deyaptilar. Bering telefon raqamlarini. 91 91 361 48 78 48 78 telefon qilinglar. Ismlari nima do'stingizni? Muhiddin bitta 94lik ham bor. Muhiddin aka ekan ismlari. 94lik yana yozing, ha. 300 70 36. 70 36 telefon qilaverasizlar o'rtoqlar. Shu motor bir 52 tadir yoki 48 tami, xullas shunaqa bo'lsa kerak endi taxminimiz. Seni egalari yo'q ekan. Tak, mana u kimdan aka? Ana uning egasi bormi, yo'qmi? Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Yiliga necha endi buni? 2007-yil bu ham tayyorlangan, ha? Nech pulga sotamiz aka? Qulay qilib bering bitta olsin. Bozorda sotmasangiz, xudo xolasa klientlar uyingizga borib olaveradi. Qani? 3000 dan tushib beraman, yashang. Nechtalik motor? 60 talik motor. Almashgan motor. O'zi shunday chiqqan-a? Bu nomi Hayfe-ya bu, Hayfe. Nech metrli aka bu? Orqa 2,5. 2,5 uzunligi o'rtoqlar. 2,5 ga 1,5. Aka 1 tonna oshiq olaveradi. 2 tonna oladi. 2 tonna oladi. Xo'p, salonlar ko'rib turibsizlar. Endi rasxodi chexolda almashtirib olsanglar, linonimlari bor ekan. Bo'ldi mana. Yuk mashina o'rtoqlar, ishingizni qilaveradi xudo xolasa aka. Avto rasxodlari bormi, yo'qmi buni? Motor rasxoti yo'q. Hadovoy, most, korobka, skordan chiqib ketish joyida aka. Uy qayda aka sir bo'lmasa? Uychida. Balonlari zo'r ekan aka? Yaxshi. Aha. Mana ramalar. Ramalar ham ikki qavat shekilli aka. Mana bu yerda o'sha ko'zibdi ramasi ham. Shunga 2 tonna deyaptilar ekanda. Bu prop 1,5 tonna. Propanmi aka? Nechtalik? Qancha o'ylanib tutaylik. 30 litrlik, a? Qancha yuradi aka bunga? Buni aniq bilmayman, mo'ljallab qo'yaylik. Bo'ldi. Xo'p. 3 tupasida ana aka shuni syomka qo'ying. 3 tupasida kelishamiz deyapsiz-a? $3000 pastga kelishamiz deyaptilar. Ishga tayyor olib binaverasizlar xudo xolasa. Dokumentlar joyida aka? Joyida. Albatta generalni qilib berasiz-a? Generalni trassadavernisam. Telefon raqam aka? 93lik. 93lik 407 407 65 77. 65 77. Ismingiz nima aka? Olimjon. Olimjon aka, bozoringiz bersin. Rahmat. Ya, ko'ringlarchi, xudo xolasa. Sizlardami usta? Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? O'zingizlarkimi tirikchilikmi aka? Dehqonlardan mana olinglarchi refrigerator ekan-a? Hyundai Porter ekan, yili
11. 11-yil kraskasi qanaqa aka? Kraska bo'lgan. Ag'baq bo'lgan. Bu yoq bo'lgan. Anochi probega aka? Probeg 360 ming, 390 ming. 400 mingcha yurib qo'yibsiz-da, ha? O'sha halol, ha? Yashang. Ishlaydimi? Refrigeratorlari, muzlatadiganlari ishlaydi, ha? Savdogarlar bo'lsa, go'sht bilan shug'ullanadiganlar, marojdan, ha? Shunaqalarga meva-chevaga ham zo'r o'rtoqlar mana bemalol. 390 ming, 361 kilometr. Aka, motor o'zinikimi? Motor o'zi 26 talik. 26 tali motor o'ziniki deyaptilar. Nechtadan? 100 tadan 2 ta aka? 100 tadan 2 ta. Bu 280 bo'ladimi? Necha bo'ladi bu? Uzunligi zavodskiy 285. 285 bo'ladi. Ichini bir ochib bera olasizmi aka? Yashang. Mana ichlari ham mana chista, unda xolasa. Ishlab yurib turgan mashinada aka. Bo'ldi, bekitavering aka. Refrigeratorlar ham ishlarga tayyor. Motorda ishi yo'q aka? Yo'q, motor xudo xolisa yaxshi. Yaxshi. Ramalar butun xudo xolisa. Mashina bemalol uyaltirib qo'ymaydi. Yo'q, xudo xolisa. Balonlari ham yaxshi ekan o'rtoqlar, mana sostenasi. Nech pul qilardik aka? Bir kelishtirib, sotadigan narxga yaqinlashtirib, 12 ming dollar kelishtirib beriladi, ha? Aha. Xudo xolisa aka bir 2 tonna 2 ta olaveradi bular, ha? 2 tonna bemalol. Bemalol oladi. 3 tonna ham ishlaydi. Endi o'rtoqlar bular uzoq yo'lga zo'rda, bular lyuks, xudo xolisa, ha? Charchab qolmaysiz. Endi mana labolar ham yaqin yo'lga zo'r. Ixchami, lekin uzoq yo'lga charchatib qo'yadi. Mana ular olinglar, mazza qilib lyuks. Qayerda ketganda ketaverasiz? Ha, rosa maqtadi endi tushib bering. 11lar yo'q bitadimi? Shunaqa qolsa, ha? Dokumentlar joyida. Moboqda generalni so'rab qolsachi endi. Bering telefonni ham. 87 talik. 87 talik. 87. To'xtang. 87lik 087 19 69. Ismingiz? Rahmonjon. Abdurahmon aka. 87lik kod bormi? 97lik emasmi? Yo'q, 87. 87lik bormi? Qaysi kompaniya? Yumas biz aka. Yumas. Aka, bozoringlar bersin. Rahmat. Tak, mana bu yerda ham. Usta aka, kimdan bular? Yana olib ko'raylik bu. Necha yil aka? Ko'rmaganlar uchun o'rtoqlar. Tezkorlik bilan olib ketamiz. Olib ketuvdingiz-ku deyishyapti. Ko'rmaganlarga bir ko'rsatib ketaylik. 2000? 12. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Motor qilib qo'yilgan. 2012-yil ko'rib turibsizlar, motorlar qilib qo'yilgan. Qachon tayyor bo'lgan bu? Ishlab yurib turgan shekilli. Ishlab yurib turgan. 1 tonna 200, 1 tonna 300. Nechtali motor bu? Hayfe nomi? 60 talik buniki aka. 60 tali motor, Hayfe. Bu kesib tayyorlangan, ha? Yo'q, Zavodskiy. Zavodskiy. Mana suvdachik, aka? Ha, Suvdachiklar qilingan. Zavodskiy Hayfe'da bortini Ford balonlarni qo'yib qo'yilgan, S balonlarni. Ford S balonlar. Demak, yukka o'ylanmaydi, xudo xolasa. To'xtalmaydi. Aka, mana o'zingiz buni yuribsizmi shuni? Buni yurib, yuk tashib yuribsiz. Qancha bir maksimalni tashidingiz aka? 1 tonna. 1 tonna. Endi 1 tonna Maksimalnisi. O'sha ham yukladim. 1 Oshirib tonna 300 yukladi. gacha yukladim. Endi labolardan ancha ko'p yuk oladi bular, ha? Oladi. Gazi nechta aka? 80 talik. 80 talik. Neta, benzinga ham berachigila baki ham. Injektor hamma yoq soz. Hamma yog'i soz holatda. Ha. Aka, motor qilish kerak. Motor qilib Korobkadan chiqib ketadi. Korobkadan chiqib ketadigan. Zavodimiz motorda muammosi yo'q. Shu bitta oching, ko'rsataylik ichini aka. Tenti ham cho'tka qilib qo'yibsizlar, ha? Akkuratni qilaman, qaranglar. Qo'y bozorga ham zo'r shekilli. Xudo xolasa bu qo'yga ham universalda. Ochib qo'ying klientlarga aka. Aba, ana, mana lyuks, ha, o'sha yerda mana ichlari ham zo'r ekan. Mol endi misol uchun kamida mol qo'y tashiydi, bu yukni olaveradi-yu, ha. Qaranglar. 100 ta pena blogi shu yukladim. Tumillamay ketdi. 100 ta pena blok Katta, ha. sig'dimi? 100 ta sig'di shuni, 100 ta sig'di. Mavzum o'ylamadim 100 ta sig'di. 100 ta sig'di. Endi pena bloklar juda og'ir bo'lmaydi, shularga bloklarga qaraganda, lekin 100 taliga ob'yom siqqaniga gap yo'q dedim. Xo'p. Gapiring aka, bir kelishtirib. 5250 ozgina o'tib beramiz-da. Shuncha maqtadimi? 5000 dan tushmaganingizni qarang aka. Bir 4.5 dirmakinsiz debman. Shitirga 4.5 yo bitiramizmi aka? Yo'q aka. Bunga
mashinalamiz. Ancha rasxod qilib qo'ygan. Ha. Yukka tayyor. Endi o'rtoqlar bularni ham tushunishga rasxod qilgan, boshqa qilgan. Yangi kraska qilib chiqib tayyorlab qo'yilgan mashina bor. Ishlab turgan mashina bor. Sizga tirikchilikmi? Aytavering. O'zingiz buni yurgan? Ha, o'zimiz. Sherdansiz, Namangan mashinasi. O'rtoqlar, Alaykum o'zim. o'zingizdan ustoz. Ustaman, ishlatganman buni. Ha. 5200 kami bor. Bu yog'i mahoratinglar. Necha pul kelishtirib, endi bozorda sotib yuborishmasa xabar olib qo'yasizlar. Bering telefon raqam. 97 97 376 376 41 41. Ismingiz? Rahmatulloh. Rahmatulloh deb qilasizlar. Bozoringlar bersin ha. Generalni chiqadi. Chiqadi, ana ko'ringlarchi. Yashang. Bort uzunligi o'rtoqlar 2.75 ekan, xudo xolasa. Shulardan men so'ramadim shekilli, mana ma'lumotni olib ketdim. Davom etaveramiz. Tak, mana hayfiylar kim ekan? Sizlardanmi usta? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, sizsiz? Yaxshimisiz? Xo'p, bu ham kesib tayyorlangan. 2007. Bir oycha bo'lib qoldimi kesilgani? Qancha bo'ldi? Yo'q. Yangi tandirdan chiqdimi? Necha yillar? 2007-yil o'rtoqlar ko'ringlarchi, xudo xolasa. Endi yangi tayyorlanibdi. Nima kamchiligi bor desam, uyat bo'lar, ha? Kamchiligi yo'q. Kamchilik yo'qmi? Nechtalik motor bu? 52 talik 2007-yil. Ha, buni bir obzor qildim shekilli. Kasaba nargilisini ko'ryapsiz. Bu boshqami? Buni Instagramga chiqarib, kuzovlarni, afshifkalarni cho'tka qilib qo'yish. Shuni qilsa bo'lar ekan, ha? Qaranglar, o'rtoqlarga taqir-tuqur emas, mana ko'jata, ha? Eko koja deydimi? Uni qaranglar. Yumshoq, bagati turar ekan. Shuni qilib tayyorlaverish kerak ekan endi. Mana sidinasi ham zo'r. Endi linolingdan shunaqa rangini topsangiz, musolagi Eva Korpolikdan shunaqa rangidan solib. Mashaqasi bor. Mana u shashka bo'lib moshladik-da. Moslandimi? Bo'ldi. Yaxshi. Endi oson emas o'rtoqlar, shuni tayyorlash ham qo'linglar dard ko'rmasin. Xo'p, 270 bu, ha? 270 ga 1.40. 1.5 tonna yuk oladi, ha? Ramalar usilinni qilingan. Bu prop netana? Prop nechta bu? 50 talik propan. Ana 3 tarafga ochiladi, ha? Yaxshi. Tushunarli. Nechtalik 52 ta motor düzü? 52 talik motor, hayfe, kesib tayyorlangan o'rtoqlar. O'sha uzunligini ham aytdik, obzorlar. Endi kamchiligi yo'q deyapman. Motor, korobka, moslari yaxshi, xudo xolasa. Puli qoldi. Pulini bir kelishtirib bersangiz 4.5 ming kami bor yani. 4.5 ming kami bor. Qanchaga sotmayapsiz? Oxir $4.200 beraman aka. Ana, bo'lgan ishni bo'lgan shart aytib qo'yganlar. Endi telefon qilaverasizlar. Menga qarang, bir 2000 pulim bo'lsa-chi? Yo'q, variant yo'q. Boshdan bo'lsa-chi? Damasim bo'lsa, almashtiraveramiz. varter qilaveramiz, ha? Yilini farqi yo'qmi? Yili 2007dan balandini. Ha, tayyorlaysizlar-da, to'g'rimi? Telefon raqam 94 94 099 099 95 19. 95 19. Ismingiz? Akmal. Akmalxon deb murojaat qilinglar. Bozoringlar bersin, ha? Rahmat. Xo'p, o'rtoqlar, mana shu yerda aka Mers Vito turgan ekan, omadingizmi deganlarga mana egalarni majburlab mashinadan tushirib ma'lumotlar olyapsiz. Xudo xolasa bitta like bosib qo'yinglar. 2006-yilgi o'sha Vito, to'g'rimi aka? Kraskasi qanaqa ekan endi buni? Toza pashti. Toza pashti. Bu dizelmi, benzinmi aka? Benzin 11 motor. 11 motor. Propan, Euro propan. Yangi balon qo'yibsiz shekilli. Pokoleniya ham, propani ham. Pokoleniya. Euro pokoleniya o'rtoqlar. Salonlarni qaranglar. Necha dedingiz? 2006, ha? Probegi aniqmi? Qancha? 300 mingdan ozgina o'tgan ekan o'rtoqlar. Ko'ringlar. Qidirganlar bo'lsa, endi Mers Vitoni o'sha yuk furgon variantida o'rtoqlar mana. Yuk furgon varianti. Orqa vitlari, az yonlarini ham ko'rsatamiz. Shmash farangiz ekanda kamchilik, ha? Voy o.
Panirlardan chiroyli qilib. Nima deysiz? Izotermiz bo'lib ketganmi aka? Aka 1 tonna oshib yukni olaveradi. 2 tonnaga javob. 2 tonnaga javob. Gap yo'q. Propani tagidami? 60 bittalik. Zo'r ekan o'rtoqlar. Motorda ishi yo'q aka, xudo xolasa. Mashi. Bundan haligi rullar yumshoq, endi inamarka furgonda, to'g'rimi? O'zimiz nomimiz. Maqsadga o'taylik aka, bir kelishtirib, chiroyli qilib ayting, sotilib ketsin. Bayda sotmasangiz uyingizga borib olaverasiz aka. 7,5 mingga beramiz, kam yo'q undan. Bo'ladigan ishda bo'lgani yaxshi ekan. Mana 7,5 bersin, ana minib ketsin, ha. Undan kam yo'q. Bo'pti. 8 ming deyapti. 3 ming, 4 ming pulim bor, nima qilamiz? Rost qilamiz. Variant qilib beramiz, ha. Bering telefon raqam. 97 97 501 501 0076. 00 Yaxshi kaptiga bo'lsa almashtiramiz. 0076. Demak, barterga ham kelishaveramiz, ana. Murodjon akamiz ismingiz? Po'latxo'ja aka demoqchilar. Aka, bozoringlar bersin. Rahmat. Dokumentlar joyida. Mabodo keyin so'rab qolsa, qilib beramiz, ha. Sotamizmi usta? Bo'ldi aka. Xo'p. Tak, buni sizdanmidi aka? Nima bo'ldi? Narx qanchaga chiqyapti? Assalomu alaykum. Bir ikki obzor qildik o'rtoqlar buni. 89 tami, 80 nechtalik bu deydi? Bu Mersin motor bo'lgan 111 talik. Ha, bu 110 zavodskiy 111 talik. Mersin 99 talikka 111 talikni bosib qo'ygan. 99 talik changan deydi o'zi buni. Haligi o'zini zavodskiy motor, lekin almashtirib Mersin motor qo'yilgan. Ha, Mersin motor korobka. Tushunadi. 87 motor, oldin zavodskiy 87 bo'ladi. 111 Mersin motor korobka bosib. Ha, shunaqa deng, meni miyam chalg'itdi 89 87 talik deydi-da, buni bir ko'rgan, to'g'rimi? Shunaqa changanda endi 99 talik deyadi. 99 taligi bor. Bilaman. 87 taligi bor. Bu 87 taligi zavodskiy motorda almashtirib qo'yilgan. Mersin motor 111. Shuni 111 motor qo'yilgan, ha, endi-chi. Meni ham chalg'itdi o'zi. Tushunarli aka. 14 midi? 14 o'rtoqlar. Baquvvat yuk mashina olmoqchimisiz? Ismingiz nima edi? Xayrullo akadan olinglar mana. Tayyor mana. Nech pulni verdik aka? Bir ikki safardan chiqyapmiz. Yashirishni kerak yo'q bozorga. Dangal ayting, sotilib ketsin aka. 7200 bo'lsa berib yuboramiz. Oxiri. Qancha deyapsiz o'zi bozorda? 7700 tutgan. 7200 bersa minib ketsin. Bo'ldi. Nech metrli bu aka? 340 lik o'rtoqlar. 340 ga 172 toza deyaptilar. Qo'sh balon. Zavodskiy yuk mashina bu aka. Haliga tayyorlanmagan, ha? Kentbordga ruxsatlari bor. Kentbordga ruxsati bor. Taglari usulenni qilingan. Gazi nechta usta? 265 ta. 130 ta. Qancha yurasiz? O'xlagancha yuraver. Men betanga borasiz bo'ldi. Ha, men haliga tugaguncha men haliga. Aha. Ndo ikkilansam, shat zapravka qildirib Tushunarli, tushunarli. Benzinga beradi? Benzinga birinchi zavet bo'lib, keyin gaz bo'ladi. O'rtoqlar, uzun, katta bu. Mana endi yangisi ham falon pulda o'rtoqlar. Mana olib yangisini olguncha maza qilib mininglar. Xudo xolasa baquvvat ekan, mana mos balonlarni ko'rib turibsizlar. Mana ishlatasizlar-da. Dokument joyida aka? Hamma dokument joyida. Tushunarli. Endi yurganini so'rasam, bab motor almashgan deyaptilar. Xo'p, mashina tayyor aka. Tayyor, bunisi bo'ldi. Qancha 72 ga sotamiz? 72 oxirgi qilib beramiz, xudo xolasa. Bering telefon raqam. 94 94 303 303 1188. 1188. Olinglar o'rtoqlar, maza qilib ishlatasizlar. Aka, bozoringlar bersin. Rahmat. Menga qarang, aytganchilik bez nomer qilingan dokument. Bez nomer tayyor qilib qo'ydi. Dokumentda muammo Uzun yo'q. motori ham yo'qmi? Uzun motor yo'q. Bo'ldi. Dokument tayyor bo'libdi. Ha, dokumentda muammo. Bozoringlar bersin. Yetmay qolsa-chi usta, bir 3000, 4000 bo'lsa nima qilamiz? Yo'q, bizga Naqdga. Bo'ldi, bozoringizni bersin. So'm bo'lsa kelishaveramiz. Ha. Chipchi yetmasa, turib turaveramiz, ha. Bozoringizni bersin. Xo'p, o'rtoqlar, menimcha shu yerda tugatamiz, chunki shu yoqqacha keldik. Yarmi buyog'ini olganimcha menimcha yana bir soat o'tib ketadi.
birinchi qismi desak ham bo'ladi. Misol Zohirduzga qo'yamiz yarmini yoki o'zimizga qo'yamiz. Ko'rishguncha so'rash ketay debman. Like bosib qo'yinglar videoga. Iltimos, yangi kelganlar obuna bo'lib qo'yasizlar.